İmanım uchun nima kelsa men badal to'layman degan bu jasorat kelgan vaqtida Alloh taolo uning qalbiga ajoyib bir jasorat, ajoyib bir qo'rqmaslikni beradi. Agar siz menda iymon bor deb turib, u iymondan faxrlanmasangiz, uni oshkorlayolmasangiz, uning uchun badal to'lashga tayyor bo'lolmasangiz, u iymon sog'lom iymon bo'lmaydi. O'zimiz oshkor qilinmagan, o'zimiz hurmatlamagan, o'zimiz xuduk surgan iymonga boshqalarni hurmat qilmaydi. Qur'on-i Karimda Ashabul Kahfi, g'or egalari deb bir qancha yoshlarning qissasi bayon qilinadi. O yoshlar bo'lsa ayni davrdagi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelishidan 2 asr burun Rimlarning imperatori bo'lgan Dikos "Men xristianlikni asli holatiga qaytaraman." Ya'ni ilgirki ozg'un Isa alayhisalomni Allohning bolasi deydigan butparastlik aralashgan u holatiga qaytaraman deb sab bo'lgan xristianlik qarshi bostirish elib boradi. Isa alayhisalomni Allohning bolasi emas, payg'ambari deb e'tiqod qilgan haqiqiy muvahhid, ya'ni tavhid ustida kishilarni bo'lsa darga asadi, o'ltirdi. Hatto ularning ba'sini yo'lbosqa tashlab berib, ana shunday vahshiylarcha o'ltirib o'tdi. U vaqtda Rim imperatorligi bo'lsa nihoyat kuchli, xristianlar bo'lsa iqtisodiy jihatdan nihoyat bayashat bir holatda edi. Dikosning u vaqtdagi sab xristianlikka elib berilgan bostirishi ularning oldida faqat 2 dona tanlashni qo'ygan edi. Ya'ni Allohga shirk qo'shib, mushu bayashat turmushini saqlab qolsa yoki Allohga shirk qo'shmayman desam, yo turmaga kirsa yoki o'ltirilsa degan mushu 2 tanlashni oldiga qo'ygan edi. Bu sababdan nurg'unlagan Bani Isroillar, ya'ni Isa alayhisalomni Allohning payg'ambari deb tunigan nasaralar, ya'ni Isa alayhisalomning yordamchilari iymondan yanadi. Chunki oldidagi tanlash nihoyat ig'ir. Birisi bayashat turmush, yana birisi bo'lsa o'lim. Xuddi bugun kunimizda zolimlar bizga kelib bo'lgan bostirishga o'xshash bostirishni elib boradi. Bugun kunimizda bizga zulm qilayotgan zolimlar yo men mu'min emas, kommunist deb yashaysa, mu'min bilan bo'lsam, yo turmaga kirsa, yo o'ltirilsa deb mushu tanlashni bizga qo'yganlik. Shuning uchun Ashabul Kahfi qissasi biz Uyg'ur musulmonlar uchun nihoyat muhim va ibratli darslarga to'lgan. Dikosning qattiq bostirishi natijasida nurg'unlagan Bani Isroillar o'zining iymonini, sat tavhidini bo'lsa maxfiy tutdi. Ba'zilari buncha maxfiy yashab o'zimizni qiynag'icha va yashab turmushimizni yashayli deb iymon yanadi. Kishilarningki o zulm oldida iymon uchun badal to'layolmay, iymondan yenib ketib qolganligi shu jamiyatdagi bir qancha yoshlarni nihoyat bearom qiladi. Bir kuni podshoh Dikos kishilarning hammasini ana shu shirk aralashgan bir faoliyatga to'playdi. O faoliyatga kishilarning hammasi qatnashadi. Ammo o faoliyatga bir qancha yosh qatnashmay o'zini yiroq tutadi. O faoliyatga qatnashmay o'zini yiroq tutgan yoshlardan birisi yana birisidan qashig'i berib, "Nima uchun bu faoliyatga qatnashmaysan?" deb so'raydi. O yosh bo'lsa, Dikosning hozir da'vo qilgan o shirk aralash e'tiqodini to'g'ri deb qaramsa deydi. O yoq men to'g'ri deb qaramayman deydi. O yosh men to'g'ri deb qaramayman. Shuning uchun men ularning bu faoliyatiga qatnashmaydim deydi. Shuning bilan bu o'xshash aqidadagi 2 yosh tunishib qarindosh bo'ladi. Bu ikkisi yana birisidan qashig'i berib, undan o'xshash savolni so'raydi. O mu o'xshash javobni beradi. Bu yoshlar o'ziga o'xshash sab aqidadagi yoshlarni izlab, ularning soni 7 ga boradi. Ularning soni 7 ga borgandan keyin ular maxfiy uchrashib, o'zaro suhbatlashadi, iymonlashadi va kishilarning kundan kunga iymondan yenib ketishi ularni nihoyat azoblaydi. Ular bundoq bo'lsa bo'lmaydi. Iymonimiz uchun badal to'lasak bo'ladi. Hammamiz bundoq iymonimizni maxfiy tutib, iymonimizni yenib ketsak, bu bo'lmaydi deb o'ylashib. Shundoq deb turgan kunlarning birida bu imtihon ularning beshiga keladi. Ya'ni ularning maxfiy to'plashib sirlashadigan, iymonlashadigan yeri sizilib qoladi. Askarlar u yoshlarni tutib podshohning oldiga elib keladi. Podshoh, sizlar kimga ibodat qilasizlar? Isoga qanday qaraysizlar? Iso sizlarning Robbinglarmi deb so'raydi. Bu savolning javobi yo shahodat bilan o'lib ketish va yoki kufrlik ustida jinni saqlab qilish bilan oxirlashadi. Bu yoshlar o'zaro sirlashish, iymonlash natijasida ularda oxiratga bo'lgan iymon to'lib toshgan edi. Buning natijasida ular podshohning savoliga qarata hech yushurmay, hech ikkilanib o'ltirmay, jannatni ko'zlab biz yolg'iz Allohga ibodat qilamiz deydi. Podshoh Dikosning oldida hech kim bunday jasorat bilan javob berib boqmagan edi. Podshoh Dikos bu kichik yoshlarning buncha jasorat bilan javob berganligini ko'rib, bu yoshlarni iymondan yandirsam, menga bir yaxshi yordamchi bo'lg'udak deb o'ylaydi-da, sizlar oldin yaxshi o'yininglar, men sizlarga muhlat beray. Sizlar hayotingizni bunday zayo qilmanglar. Men sizlarga muhlat beraman, qayt so'rayman, o'yininglar deb ularni qaytirib o'tadi. Bu yoshlar hech qo'rqmasdan bizning Robbimiz Alloh degandan keyin ularning qalbiga ajoyib bir jasorat turadi. Qo'rqmaslik turadi. Alloh taolo buni Qur'on Karimda sifatlab, "Warabatna ala qulubihim." Biz ularning qalbini mustahkam qildik deydi. Ya'ni ular iymonimiz uchun badal to'laydi
to'laymiz deb qo'rqmaslikka qadam ilibdi. Alloh taolo ularga ajoyib jasorat ato qildi. Demak, inson iymonni qancha yushirgan sari shuncha qo'rqinchaqlashib ketadi. Aksicha, iymondan qancha faxrlangan sari, iymonni oshkor qilgan sari, iymonim uchun nima kelsa bedel to'layman degan bu jasorat kelgan vaqtida Alloh taolo uning qalbiga ajoyib bir jasorat, ajoyib bir qo'rqmaslikni beradi va bu vaqtda iymonning haqiqiy lazzatini tetiydi. Shunga biz iymondan kuch olaylik, iymondan jasorat olaylik deydiganmiz, oldin iymonimizdan faxrlanishimiz, iymonimizdan xuduksirmasligimiz, iymonimizni oshkorlay olishimiz kerak. Mana bu vaqtda iymon bizga kuch, jasorat beradi, huzur beradi, lazzat beradi. O'zimiz oshkor qilinmagan, o'zimiz hurmatlamagan, o'zimiz xuduksirgan iymonga boshqalarni hurmat qilmaydi. Shunga Yevropada yashayotgan ba'zi qarindoshlarimiz bolalarning ismini u yerda yot bo'lib qolmasin, xuduksirab qolmasin deb musulmonchadan boshqa bir ismga almashtiradi ekan. Hargiz bunday qilmanglar. Iymon oshkor qilinishi kerak. Kishilar uning musulmonligini bilishi kerak. Shundaqla farzandlarimiz o'zining musulmonligidan faxr qilishi kerak. Bu vaqtda iymon bizga kuch beradi, huzur beradi, lazzat beradi. Mana bu qissadagi yoshlar izqalu robbuna robbus samawati val ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Bizning Robbimiz osmon zaminni yaratgan Alloh. Undan boshqa hech kimni biz iloh demaymiz. Ya'ni Iso Masihni hargiz iloh demaymiz deb uchuq degan vaqtida varabatna ala qulubihim. Alloh ularning qalbini mahkam bog'laydi. Ya'ni jasorat beradi. Demak, biz iymonga haqiqiy yuzlangan vaqtimizda, o'zimizni atalgan vaqtimizda, faxr qilgan vaqtimizda bizda kuch, jasorat, o'z ishonch paydo bo'ladi. Xuddi bo'yniga arg'am silib kichik bolalarga tutqizib qo'ysa, uningga qarshilik ko'rsatmaydigan Bilalni o'zining bo'yniga shu arg'amchini sog'an xo'jayiniga qilish danligidek jasorat keltirganga o'xshash shundaqla noit yavash padichi Uruq Abdullah ibn Mas'udni Makkaning kattavoshlari cho'nglar oldida Qur'onni qo'rqmay o'qiy oladigan mushundaq jasorat keltirganga o'xshash iymonga biz o'zimizni atgan vaqtimizda bizga iymon mushundaq kuch, mushundaq jasorat beradi. Podshoh Dikos bu yoshlarning keskin javobini anglaganda noit g'azablangan bo'lsa-mu, ularning jasoratiga qoyil bo'ladi. Chunki uning oldida har cho'ng odamlarmi iymondan yongan va yushirgan, ammo bu yoshlar uning oldida hech qo'rqmasdan Robbuna robbus samawati val ard. Bizning Robbimiz osmon zaminning Robbi deb noit dadillik bilan aytdi. Buni ko'rgan Dikos bu balla agar iymondan yenib qolsa, ya'ni u tavhiddan yenib qolsa, men bularni tarbiyalasam, raus jasoratli bir odam bo'ldi ekan deb ularni darhol o'limga hukm qilmaydi. Aks ularga men sizlarga bir kun muhlat beraman, o'ylashib javob beringlar deb ularni qaytirib o'tadi. Demak, iymondan faxr qilish, iymonni yushirmaslik mana shundaq boshqalarning hurmatini qo'zg'aydi. Yoshlar podshohning qishini yenib chiqqandan keyin kechida bir yerga to'plashadi. Qanday qilamiz deb maslahatlashadi. Ular maslahatlashish orqali oxiri biz kechida shahardan chiqib ketaylik. Ya'ni bu zolim podshohning qo'l ostida yashamaylik, hijrat qilaylik deb hijrat yo'lini tanlaydi. Ular tun kechida kishilarning hammasi shirin uyquga ketgan vaqtida shahardan astag'ini chiqib ketadi. Ular o'zlari bilan birga o'lashda yordam tegib qolar degan maqsadda bir itni agashtirib oladi. Ular shunday qilib shahardan chiqib ketadi, lekin nega berishni bilmaydi. Ular manga tong atadi. Ular nayt yerib ketib bir tog'ning qishiga kelib to'xtaydi. Ular tog'ning qishidagi bir o'nkurni ko'rib, biz o'nkurning ichiga kirib, oramizni elib olib, bir uxlab olib, undan keyin yo'limizni davom qilaylik deb o'nkurning ichiga kiradi va tomoqlarini yeb shirin uyquga ketadi. Atdigan tong etishi bilan u yoshlarning qochqanligi butun shahar ichiga purib ketadi. Podshoh Dikos nayt g'azablanib darhol ularning keyin askar saladi. Askarlar ularning izini qo'g'lab, ular kirib ketgan o'nkurning oldiga kelib to'xtaydi. Ular bularni vahshiylarcha o'ldirib o'tamiz deb u g'arning ig'izini nayt ig'ir tashlar bilan mahkam etib o'tadi. Kufrdan iymonni ilib qochgan bu yoshlar bo'lsa, shirin uyquga ketgan edi. U zolimlar, u kofirlar bo'lsa, endi bular mushiyatdan chiqolmay, qiynalib o'ladi deb o'ylab qaytadi. Lekin Alloh taolo kufrdan iymon deb qochgan yoshlarni aslo va aslo tashlab qo'ymaydi. Alloh taolo ularni ana shunday shirin uyquda uxultib o'tadi. G'arning ustidan kun tushadigan bo'lib, kun o'ng tarafga tushgan vaqtda Alloh taolo u yoshlarni so'l tarafga o'tkaydi. So'l tarafga tushgan vaqtda ularni o'ng tarafga o'tkaydi. Ya'ni ular kunning tushishi bilan bearomlikni his qilmaydi. Alloh taolo buni Qur'on Karimda bayon qilib, "Va tarash-shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin va idza gharabat taqriduhum zatash shimal wa hum fi fajwatin minhu." Kun chiqqanda ularning g'arning o'ng tarafiga o'tib ketganligini ko'rsa, kun patqanda bo'lsa, so'l tarafga o'tib ketganligini ko'rsan deydi. Ya'ni kunning nuri ularga bevosita tushmaydi, bearom bo'lmaydi. Oylar o'tadi, yillar o'tadi. Ular shirin uyquda davom qiladi. Ularni qo'g'lab kelgan zolimlar, askarlar, podshohlar o'ladi, ularning avlodlari chiqadi, ularmi o'ladi. Bular yana uyg'onmaydi. Alloh taolo ularning uxlash shaklini Qur'on Karimda bayon qilib, "Va tahsabuhum ayqaza va hum ruqud." Ular qaraydigan bo'lsang, ularni o'yg'oqmikin deb qalasan deydi. Ya'ni ular uxlagan bo'lsa-mu, ko'zi ochiq holda uxlaydi. Hozirgi ilm-fan shuni isbotlaydi-ki, har qanday bir a'zo uzun muddat ishlamasa, harakatdan qolsa, u kodin chiqadi deydi. Shundaqla ko'z yumilgan holatda uzun muddat tursa, uning atrofiga har xil hasharotlar olishib, ko'zni mikroblantiradi, ko'zni ko'mis qilib qo'yishi mumkin deydi. Ya'ni uzun yil uxlagan odam agar ko'zni yumib uxlasa, ko'zni ochmasa
bo'lmasa, u odam qarg'u bo'lib qoladi. Buni hozirgi ilm isbotlagan. Xuddi qorong'u turmida uzun yil yashagan odam qarg'u bo'lib qolganga o'xshash. Alloh taolo ularning ko'zini saqlab qolish va ularning ko'zini har xil mikrob va hasharotlardan saqlash uchun qarmoqqa o'yg'oqdek uchuq holatda uxlatadi. Bu sababdan har xil hasharotlar ularga yaqinlashmaydi. Yana bir oyatda Alloh taolo va nuqallibuhum zatal yamini va zatal shimal. Ularni biz uxlayotgan vaqtida o'ng so'lga cho'rib turdik deydi. Ya'ni bular necha yuz yil uxlagan bo'lg'achqa, agar bir xil holatda uxlasa, ular sog'lom bo'lolmaydi. Chunki necha yuz yillik emas, 8 soatlik uyqudami inson o'zi bilib yoki bilmay bir qancha qitim o'rib cho'ladi. Bu badan sog'lomligi uchun cho'qim qilishga tegishli ishlar. Buni hozirgi ilm isbotlagan. Ammo Alloh taolo 14 asr tushirgan Qur'on Karimda ularning uxlagan vaqtida ko'zining uchuqligi, shundaqla uzun yil uxlagan bu muddatcha Alloh taolo ularni o'ng so'lga cho'rib turganligidan iborat, ularning sog'lomligiga zur bo'lgan ishlarni qilib turganligini u Qur'on Karimda bayon qiladi. Shundaqla u holatlarning hammasininki hozirgi ilm fan cho'qim bir odamninki uzun uxlagan vaqtda sog'lom turish uchun qilishga tegishli ishlar ekanligini isbotlagan. Bu bizga Qur'on Karimning haqiqiy Allohning so'zi ekanligini nihoyat ochiq shaklda isbotlab beradi. Shundaqla Alloh taolo yana bir oyatda fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Ular uxlayotgan vaqtida biz ularning quloqini itib etdik deydi. Uzun uyqu uchun eng muhim ishning birisi bo'lsa, quloqqa hech qanday ovozning kirmasligi. Buni hozirgi ilm bilan isbotlangan. Ammo 14 asr burun tushgan Qur'on Karimda 300 yildan ortiq uxlagan u yoshlarningki uxlash jarayonida quloqining butunlay itib etilganligi nihoyat ochiq bayon qilinadi. Shunda qilib bu yoshlar bu g'orning ichida 300 yildan ortiq uxlaydi. Bu yoshlar 309 yil uxlagandan keyin uyg'onadi. Uyg'onib ular bir-birisidan alakam labithtum, biz qanchalik uxladik deb so'rashadi. Ularning birisi labithna yawman aw ba'd yawm, biz har qancha uxlasak bir kun yoki yarim kun uxlagandamiz deb o'ylaydi. 309 yil uxlabmi, ularning his qilgani bo'lsa, xuddi bir kun yoki yarim kun uxlagandek his tuyg'uda bo'ladi. Ya'ni biz o'lgandan keyin qabrda, agar qiyomat necha yuz yil, necha ming yildan keyin bo'lsa-mu, Alloh taolo bizga qabrdagi hayotimizni ana shunda qisqa bildirishi mumkin. Agar hayotimizda haqiqiy mu'mindek yashsak. Ular uyg'ongandan keyin qursqining nihoyat ichib ketganligini his qilishadi. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadihi ila al-madina falyanzur ayyuha azka ta'aman falyati birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'anna bikum ahada. Sizlarning biringlar shaharga kirib, tomoq eng pokiz, eng halol yerdan yemaklik olib chiqinglar. Diqqat qilinglar, boshqalar sizlarni tuyib qolmasin deydi. Bu taqvodor yoshlarning g'imi bo'lsa, yana halol yeyish edi. Demak, tomoqni ilg'ab yeyish mana shunday iymonda mustahkam turgan kishilarning sifati. Ular degandek ularning ichidan birisi pulni olib shaharga kirib ketdi. U shaharga kirgandan keyin xuddi boshqa bir yer kelib qolgandek bo'lib qoladi. Kishilarning kiyimi unga o'xshamaydi. Shahar qurilishimi butunlay o'zgarib ketgan edi. Kishilar u yigitni ko'rib hayronlik bilan qarashadi. Bu yigit nihoyat ehtiyotchanlik bilan, ya'ni podshohning askari ko'rib qolmasin deb nihoyat ilg'ash orqali bir yerga kirib yemaklik oladi. Yemaklik olgandan keyin pulni beradi. Savdogar pulni qo'lga olgandan keyin hayron qoladi va undan bu nima deb so'raydi. Bu pul deydi. Shu vaqtda atrofiga kishilar to'plashadi. Uni bergan pulni kishilar qo'lga erishib, bu podshoh Dikos vaqtidagi pulkan. Sen bir yerdan xazina topib oldingmi? Bu pulni nereden topding deb so'rashga boshlaydi. Bu yigit nihoyat hayron qilib, podshoh Dikos hozir yo'qmi deydi. Kishilar bu 300 yil ilgari o'tgan podshoh, hozir bizga hukmronlik qilayotgani nihoyat odil bir podshoh. U tarixda shunday o'tibdi-kan deydi. Yigit bu gaplarni anglab hayron qoladi. Chunki u yigit o'zining 309 yil uxlaganligini bilmaydi. Bu yigit kishilarga bo'lgan ahvollarni hammani so'zlab beradi. Kishilar "Mansini podshohning qishig'iga olib boramiz" deb uni podshohning qishig'iga olib boradi. Yigit podshohning oldiga borgandan keyin bo'lgan ishlarni tafsiliy so'zlab beradi. Podshoh bo'lgan gaplarning hammani anglab yig'lab ketadi va darhol meni qarindoshlarimning qishig'iga olib bor deydi. Yigit podshohni boshlab g'orning qishig'iga olib boradi. Bu yigitlarning xabari shaharga pur ketadi. Shahar aholisi podshohning keyindan u yigitlarni ko'rish uchun mangadi. Shunday qilib podshoh o'ngkurning qishig'iga keladi va o'ngkurning ichiga kirib, bu yoshlarning hammasidan quchoqlashib ko'rishadi. Ondan keyin o'ngkurning sirtiga chiqib kishilarga bu haqiqatgan, rost bu yigitlar borkan, bular mushunda uzun yil uxlabdi. Ya'ni Alloh taolo bularni mushunda zulmdan qutqizish uchun mushunda uxultib o'tibdi deydi. Kishilar Allohning bu ochiq mo'jizasi oldida o'zini tutolmay yosh to'kishadi. Kishilar bu yerga bir masjid bino qilaylik, ya'ni Allohga ibodat qiladigan bir yer bino qilaylik deyishadi. Podshoh to'xtanglar, men ular bilan bir ko'rishib chiqay deb ularning qishig'iga kiradi. Qarg'udak bo'lsa, bu yigitlarning hammasi vafot topib qoldi. Alloh taolo u yoshlarning g'orda uxlagan muddatini bayon qilib, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9." Ular g'orning ichida 309 yil turdi deydi. Bu voqelikniki bizga nozil qilingan Qur'on Karimda bayon qilinishi, "Ey Uyg'ur musulmonlari, beshinglarga dininglar uchun ana shunday musibat kelsa, sizlar jon saqlash bilan iymon uchun badal to'lash o'tirishda tanlashni qolgan vaqtinglarda, agar sizlar mana shunday iymoninglar uchun jannatni ko'zlab badal to'layolsanglar, Alloh taolo sizlarni omon qiladi, jannat bilan
mukofot beradi. Shuning uchun iymoninglardan voz kechmanglar. Bo'libmi yoshlar, sizlar fidokor bo'lishinglar kerak. Mana bu shunday ashabul kahfi yoshlariga o'xshash, sizlar zolimdan qo'rqmay, bizning Robbimiz Alloh deb u zolimlarga bo'ysunmasanglar, iymoninglar uchun badal to'lashdan qo'rqmasanglar, warabatna ala qulubihim. Sizlarning qalbinglarni mustahkam qilamiz. Ya'ni zolimdan qo'rqmaydigan jasorat ato qilamiz. Sizlar shu yoshlarga o'xshash kufrdan qassanglar, Alloh taolo sizlarni himoyasiga oladi degan bu uchurni berish uchun Alloh taolo bizga bu voqelikni bayon qiladi. Shunga iymonimiz uchun beshimizga har xil besim kelsa, undan egib o'tib ketsak, biz bu voqelikdan hech qanday dars olmagan bo'lamiz. Chunki bu voqelikda bizga bildirmoqchi bo'lgan nuqta iymon badal talab qiladi. Agar sizning nafsingiz tatqan bir ish u iymoningizga zid bo'lsa, ya'ni iymoningizning taqozosi bo'lgan diniy hukmlarga zid bo'lsa, undan voz kechmasangiz, sizning iymoningiz sog'lom iymon emas. Agar siz menda iymon bor deb turib, u iymondan faxrlanmasangiz, uni oshkorlayolmasangiz, uning uchun badal to'lashga tayyor bo'lolmasangiz, u iymon sog'lom iymon bo'lmagan bo'ladi. Bu yoshlarning voqealigi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, Payg'ambarimiz Makkadagi vaqtida u mushrik zolimlar nihoyat ig'ir zulmlarni, aziyatlarni bergan vaqtida, ey Muhammad, umidsizlanma, ana shundaq zolimlarmi halok bo'ldi deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga nihoyat zo'r darajada malham, umid berish uchun nazil qilingan. Demak, biz bu qissadan shuni ko'ralamizki, u zolimlar xuddi Diko zolim podshoh halok bo'lganga o'xshash cho'qim halok bo'ladi. Ammo haqiqatda mustahkam turganlar, iymonda mustahkam turganlarning umri ulardan cho'qim uzun bo'ladi. Haqiqat da'vosi bo'lgan iymon da'vosi cho'qim g'alaba qiladi. Zulm cho'qim halok bo'ladi degan bu umidni bizga beradi.